Sendanam, mendanam, undanam, bundanam, ittenem, bittenem. Qarzlar bolsanız ham aynaku, kelleni ko'tarib jiring ayna. Nimaga deysizmi? Bir zo'r gap bor. Qarzlar qarzini oladi, xotin deydi, jonga foyda qiladi deydi. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Hammalaringizni bugun 28, ertaga 29-may kuni metro To'pliston Navruz choyxonasida Ma'mura Qobilova, mana momon o'zi. Assalomu alaykum azizlarim. Sizlarni ertaga 29-chisla va panshanba kunida metro To'plistonda choyxona Navruz kafesida sizlarni taklif etaman. Marhamat, kelinglar, sizlarni kutaman. Sog' bo'linglar. Keyin mehmon san'atkorlar bo'ladi. Kelaysizlar, hammalaringizni shu yerda kutib qolamiz. Faqat konsertning zo'ri bo'ladi ayna. Haligi aybali do'st yor labida mayda xalbora deb turib, faqat mayda damdalamiz. Nima dedingiz ayna? Adreslar bilasizlar, metro To'pliston 4-bekat choyxona Navruzda bo'ladi. Navruz choyxona desa, butun shu territoriya o'sha his qildi. Tak что erta keng polni xod damdalamiz ayna. O'ylab jatman ayna, kredit to'lash kerak, qarzni berish kerak deb ayna. Hammasi o'tib ketadi ayna. Bir atom nashtalib keng ayna. Nashrin kayfi ham, momoning kayfi ham bir xil ayna. Shu ayna damdalamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kutamiz ayna.